Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, EvaTrade jamoasidan Elliot to'lqinlari William Gann sistemasi smart moneylar bo'yicha forex fond va kriptovalyutalarni tahlil qilishda davom etamiz. Demak, bu ikkita instrument ko'ramiz. Bu Bitcoin va avstraliyskiy dollar parasi. Demak, Bitcoin bilan boshlaymiz. Demak, Bitcoinda men Telegram kanalda signal bergan edim va YouTube'da ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu birinchi to'lqin ABC tugaganligini va tugayotganligini va undan so'ng Bitcoinni o'sishiga signal bergan edim va bu Gann sistemasida ham tasdiqlangan va действительно bozor tepaga demak ketdi. Qariyb 1000 punkt 2000 punkt profit qilingan, mana shu yerda signal bo'lgan va bozor действительно tepaga ketgan. Demak, D1 grafikiga o'tadigan bo'lsak, D1 grafikida bizada demak Bitcoinni bozorga demak 5-to'lqinga of A yo'in kelgan of birinchi to'lqinga ketyapti. Ikkalasidan bittasi. Любом случае A bo'lsa ham A, B, C baribir rost bor. 200 mingga chiqadi, может 150 mingga. Yo'inki birinchi to'lqin bo'lsa undan ham uzoqqa ketishi mumkin. Demak, kuzatishda davom etamiz. Hozir endi 1 soatlik time frame'da bizada mana bu to'lqin tugaydi deb qoldi. Demak, 3-to'lqin ABC 4-to'lqin tugagandan keyin yana Bitcoin demak o'sishiga prognoz bor. Где-то 109 minglarga borsa kerak. Kuzatishda davom etamiz. Demak, keyingi instrument bizada avstraliyskiy dollar parasi. Demak, D1 grafikida avstraliyskiy dollar parasida A to'lqin tugashini va undan so'ng B to'lqin va B to'lqindan keyin yana bozor tepaga o'sishini C of B ga borishini demak taxmin qilaman. Va bundan kelib chiqadiki, yevro dollar va funt dollarlarni ham o'sishini hisobga olganda demak bizada dollar indeksi pasayishi mumkin, значительно pasayishi mumkin. Demak, bu parada ham rost kutyapman. 1 soatlik time frame'da esa demak ABC korreksiya kutyapman. Pastga yana bu tugagandan keyin demak vaziyatga qarab agar impuls bo'ladigan bo'lsa korreksiyadan keyin где-то manfalardan buyga demak сделка otsa bo'ladi, stop loss minimumga. Demak, kuzatishda davom eting. Bizada demak kurslar ochilgan, onlayn offlayn demak Elliot to'lqinlari Gann sistemalarini o'rgatamiz. Buning uchun YouTube shapkachasida silkani qoldiramiz. Adminga murojaat qilishingiz mumkin. Like bosishni unutmang. Kommentariyada yozing, qaysi masalan instrument qiziq bo'lsa, demak analiz qilib beramiz.